Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Aziz birodarlar, inson amal qilayotganda bir amalni ikkinchi bir amal bilan buzolmaslik kerak. Masalan, namoz o'qiyapmiz, to'g'ri, lekin o'sha namozimizni buzadigan amallardan saqlashimiz zarur. Bir misol qilib aytaylik, tahoratingiz to'liq emas yoki avrati ochilib qolgan yoki jay namozi najas, toza emasda, bu inson qancha namoz o'qisa qabul bo'ladimi? Ha, bilmasa qabul bo'lishligi mumkin Allohning yordami bilan, Allohning fazli bilan. Lekin agarda bilib turib qilsa qabul bo'ladimi? Qabul bo'lmaydi. Nima uchun? Sababi namozning shartlari topilmadi. Shu kabi azizlar, ro'zani ham o'zining shartlari bor. Inson o'zini o'yga kelgan narsa bilan, kelgan yo'l bilan ro'za tutsa bo'ladimi? Yo'q. Shariatimiz o'zi bayon qilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl. Sadaqallohul azim. Oyatning ma'nosi quyidagicha: tong otgunga qadar taomlaninglar va tong otgandan keyin kun botgunga qadar ro'zalarni to'liqlaylar degan ma'no. Ya'ni inson saharlik qilayotganda tong otishidan oldin saharlik qilishligi zarur. Agar tong otgandan keyin saharlik qilsa, bu odamning ro'zasi qabul emas. Va keyingi vaqti, ro'zasini ochadigan vaqt kun botgandan keyin. Kun botishidan oldin ro'zasini ochsa bo'lmaydi. Xo'p, endi ba'zi bir insonlarda bir necha xatolar bor. Masalan, ba'zilar eski davrga qiyos qiladida va ota-bobolarimiz kunni botganini qarab og'zini ochgan. Ha, albatta ochgan, lekin u vaqtlardagi sharoit boshqacha edi. Balki u vaqtlarda taqvimlar chiqmagandir. Balki qishloqda yashaganligi uchun taqvimi yo'q odam bo'lishligi mumkin. Hozirgi davrda esa soati bilan, daqiqasi bilan chiqarib beryapti. Endi biz kunni qarab yoki ozonni qarab og'izni bekitishlik va ochishlik bu nojoiz bo'lib hisoblanadi. Nima uchun? Sababi ozon aytayotgan odam balkim bu erta aytib qo'ygandir. Soatga qaramasdan aytib qo'ygandir. Yoki ertalab bomdodga ozon aytayotgan odam kechroq aytib qo'ysa. Masalan, bomdodga ozon aytadigan odam uxlab qoldi. 20 daqiqa, yarim soat kech aytadigan bo'lsa, shu vaqtgacha yesak bo'laveradimi? Yo'q, bo'lmaydi aziz birodarlar. O'sha bizga taqvimda, kalendarda ko'rsatilgan o'sha vaqtdan boshlab ro'za tutishlik biz uchun farz bo'lib hisoblanadi. Inshaalloh, albatta ular o'sha bir o'zlarining asboblari bilan, o'sha bir mohirlari bilan o'sha narsani tahqiqlab bizga nima qilgan, barchasini bayon qilib bergan. Imkon qadar aziz birodarlar, biz o'sha taqvimga qarab yuradigan bo'lsak foyda bo'ladi. Sababi insonda xato bor. Ozonchida ham xato bo'lishligi mumkin. U ham inson. Shuning uchun aziz birodarlar, ro'za tutayotgan vaqtda, saharlik qilayotgan vaqtda shunday bir xatolardan saqlanaylik. Va ba'zi bir yerlarda shunday bir tushunchalar ham bor. Albatta, ko'pchilik ozonchilar vaqt kirganini aytadi. Nima deydi? Bir ozon aytilayotgan bo'lsa, ozon bitguncha yesa bo'laveradi deb qo'yadi. Yoki shu shaharda eng oxiri qaysi masjidda ozon aytilsa, shu vaqtgacha yesa bo'laveradi degan so'zlarni ham aytishadi. Azizlar, bu narsa noto'g'ri. Nima uchun? Sababi oxirgi masjid masalan yarim soatdan keyin aytdi, 1 soatdan keyin aytdi, shu vaqtgacha yesa bo'laveradi degani bu xato gap birodarlar. Shuning uchun biz tong otishini qaraymiz va kunni botishini qaraymiz. Agar ozonchilar shu vaqtga to'g'ri kelsa, fabiha, unda yaxshi. Agarda to'g'ri kelmasa, hatto ozon aytilmagan bo'lsa ham og'izni ochishlik joiz. Nimaga? Sababi vaqt keldi. Shuning uchun inshaalloh og'iz ochayotganda, og'izni yopayotganda taqvimga qarashni hech qachon esimizdan chiqarmaylik. Alloh taolo barchalarimizni, ro'zalarimizni bexato va benuqson qabul aylasin.